Assalomu alaykum. Ushbu video darsimizda Excel Power Factory dasturida o'tkazilgan analiz natijalarini PDF yoki Excel formatda eksport qilib saqlab olishni ko'rsatib o'taman. PDF formatda shu diagrammada keltirilgan barcha analiz natijalarini saqlab olishimiz mumkin. Bu load flow, contingency yoki qisqatda shu analizlari natijalari bo'lishi mumkin. Bularni hammasini biz PDF formatda eksport qilib, klientga tabletsadagi ko'rsatilgan natijalar bilan solishtirish uchun appendix sifatida beriladi. PDF sifatida eksport qilib olish juda ham oson. Buning uchun shu yerda ko'rsatilgan export diagram tugmasi bor. Buni bossak shu yerda bizning diagrammamiz ko'rinadi. Bu yerda fayl formati, bu yerda PDF tanlangan, export range, ya'ni har xil turlari, butun diagramma yoki bo'lmasam selection bossangiz, bu yerda sizda agar juda ham katta diagramma bo'lsa va sizga juda ham uni bir qismi kerak. Bir qismini belgilab olib, uni masalan eksport qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu yerda pages, bu yerda har xil bu yerda ko'rsatib qo'yilgan sahifalarni olib eksport qilib olsangiz bo'ladi. Belgilaymiz entire diagram export. Va bu yerda qayerga eksport qilmoqchimiz? Shu joyini ham tanlab PDF ga nom berib, masalan appendix 1 va saqlash tugmasini bosib saqlab olamiz. Buni keyin papkaga kirganda ko'rsak bo'ladi. PDF formatda saqlandi. Va bu yerda hamma natijalari ko'rinib turibdi. Excel formatda saqlashga kelsak, Excel formatda output windowda ko'ringan hamma analiz natijalarini saqlab olsa bo'ladi. Buning uchun bu yerda output calculation analyze degan tugma bor. Bu yerda biz grid bo'yicha har xil analizlar natijalarini ko'rib olsak bo'ladi. Masalan, grid summary. Butun bizning sistemamiz bo'yicha summarniy natijalarni ko'rsatib beradi. Masalan, execute output windowni ochsangiz, bu yerda bizning sistemamizda bor bo'lgan, masalan, substationni nechta substation bor, nechta cho'lg'amli transformator, loadlar soni, bus barlar soni, yoki bo'lmasa sistemamizda generatsiya общий summarniy qancha bo'lyapti, hamma natijalarni shu yerda chiqarib ko'rsatib beradi. Buni Excel formatda saqlab olish uchun bu shu chekkada saqlash tugmasi bor, save output file. Bossangiz, bu yerda ham saqlaydigan joyingizni tanlaysiz, masalan загрузка. Keyin format tanlanadi va saqlash tugmasini bosamiz. Keyin sistemamiz bo'yicha o'tkazilgan analiz natijalarini Excel formatda ochib ko'rsa bo'ladi. Shuni ko'rsangiz bo'ladi.